Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ushbu video darsligimizda doimgidek arab tilidagi bir testni tahlil qilamiz. Ixtar munasiba min at-taliyati lil asma'il mabniya. Mabni ismlar uchun mos keladigan javobni toping. Variantlarimizni o'qib chiqamiz. Yurfa'u bil vav. Mabni ism shunday ismki, u vav bilan raf bo'ladi. Ya'ni uning raflik alomati vav bo'ladi demoqchi A variantimizda. Xo'p, demak vav bilan raf bo'ladi deyaptimi? U qanaqa kalima bo'lishi kerak? Mu'rob kalima bo'ladi u. Xo'p, ikkinchisi variantni ko'ramiz. La yataghoyyaru akhiruha. Oxiri hech qachon o'zgarmaydi. Bu nimaga ishora? Bu mabni kalimalarni qoidasi bu. Ya'ni oxiri o'zgarmaydi. C variantimizda tujzamu bis sukun. Sukun bilan jazm bo'ladi. Demak, bu i'roblanadigan, ya'ni mu'rob kalimaga oid qoida. Tunsabu bil ya, yoy bilan nasb bo'ladi. Bu ham i'roblanadigan kalimaga oid qoida. Chunki yurfa'u, yujzamu yoki yunsabu, yujarru raf bo'ladi, jazm bo'ladi, nasb bo'ladi, jar bo'ladi deyaptimi? Bu mana shu raf, nasb, jar, jazm, bu mana shu 4 ta istiloh i'rob navlari hisoblanadi. I'robning turlari. Demak, mana shu turlar qaysi bir kalimada joriy bo'lyaptimi? Mana shu jazm, nasb, raf, jarlar. Demak, u kalima mu'rob i'roblanadigan kalima hisoblanadi. Va bizga kerakli jihati nima edi? Bizga al-asmaul mabniya, mabni ismlarga oid qoida kerak edi. Mabni ismlarga oid qoida ko'rib turilgandek, faqatgina B variantda, ya'ni la yataghayyaru akhiruha degan qoidamiz to'g'ri bo'ldi.